Как я выше сказал, бананы, корки банана мелко отрежем на кусочки, maydalab кусокларga bo'lamiz. Потому что у них очень много калия и других микроэлементов. Bananın po'stlog'ida kaliy va boshqa mikroelementlar ko'p bo'lganligi uchun tovuqlarga bersak, tuxum tug'ish ko'payar ekan. Лишний опыт. Onaxon menga maslahat bergan onaxon sizlarga salom yo'llamoqchilar. Marhamat. Postini, banan postini. Bayatmanglar, tavuklara doğrab beringlar. Tavuklar günde doğadı olsun. Sağ olunlar, hammangiz salomat olinglar, hammangiz sağ olinglar. Rahmat Hojona, rahmat. Mana Hojonaning tilaklarini eshitdingiz, nasihatini eshitdingizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bananni postini tashlab yuborishga shoshilmanglar. Tovuqlarga maydalab bersangizlar, tuxumni ko'p tug'ib beradi. Tuxum esa sog'liqqa juda ham foydali. Ayniqsa tuxumning og'i yurak uchun juda ham foydali. Mana azizlar, Hojonaning gapini eshitdingizlar. Qari bilganni pari bilmas deb shuning uchun ham bezizga aytishmagan. Shunday qilib to'g'rab maydalab tovuqlarga beramiz. Tovuqlar ko'p tuxum bo'ladi keyin. She'r aytib bering, she'r. İjtimoiy tarmoqlar xizmatlarga, internetchilarga. She'r aytasizmi? Yo'q, yaqdim men, aytaman. Yaxshi. She'r aytsangiz yaxshi bo'lardi lekin.